Assalomu alaykum, Uyg'ur radiosining aziz anglag'uvchilari. Kitob anglitish sahifamizda Islom va ayol huzuringizlarda. Abdori Bayraktar Bayrakli, Tadbiriyay nashriyati, ovozda Xadicha Uyg'ur. 20-qism. Ikkinchi tema balaning haq-huquqlari. Bir millat, jumladan bir oilaning kelgusi bo'lgan balalarning haq-huquqlari bor. Bu haq-huquqlar ota-onalarning huquqidan farqlanib qolmay, yana ko'p xillikka ega. Balalarning haq-huquqiga ahamiyat bermaydigan oilalar va jamiyatlarning kelgusi g'uvo bo'ladi. Bu nuqtadan aytganda, biz balalar haq-huquqi masalasini tövanda muhokama qilayotgan huquq doirasiga kirgizdik. Balalarning haq-huquqi faqat birla huquqdan tarkib topgan emas. Shunlashqa biz bu masalani balalarning haq-huquqlari deb kengaytiramiz. Undaqda balalarning haq-huquqlari qaysilar? Birinchi, yashash huquqi. Tarixning ba'zi davrlarida balalarning yashash huquqi tartib etilgan bo'lib, bu davrlar Qur'onda jahiliyat davri deb ataladi. Dal mushu sababdan Ulug' Alloh ikki oyatda balalarni o'ldirmaslikka buyurib, ularning yashash huquqiga hurmat qilishni talab qilgan. Firavun davrida o'g'illar o'ldirilib, qizlar sog' qoldirilgan edi. Buning sababi siyosiy qariniyat bo'lib, sehrgarlar Firavunga kelgusida bir balaning tug'ilib, uni taxtdan tushirilganligini bildirgan edi. Shunga hokimiyat taxt andisi sababidan Firavun Isroil xalqidan bo'lgan o'g'il bovoqlarni 2 yil o'ldirsa, 2 yil sog' qoldiratdi. Qur'on buni mundaq tasvirlaydi. Ularning o'g'illarini o'ldirib, qizlarini tirik qoldirdi. Qasas surasi 4-oyat. Halbuki keyingi davrlarda arablarmi qizlarini o'ldirib, o'g'illarini tirik qoldirishga boshladi. Tunji farzandi qiz bo'lgan dadaga bu xo'sh xabar yetkazilgan vaqtda u tuvandagidek pozitsiyada bo'ladi. Ular o'zlari berilgan xo'sh xabarning yomonligi sababidan o'z xalqiga ko'rinmay yoshirinib oladi. Andin u nomusga chidab qizni saqlab qolamdi yoki uni to'piga tirik ko'mamdi, bu haqda o'ylandi. Ularning hukmi nima degan qabiha? Nahl surasi 59-oyat. Arab madaniyati shakllantirgan an'anada tunji farzandning qiz bo'lishi to'liq nomus deb qaralgan bo'lib, bu sababdan dada bo'lg'ichi kishilarning o'zini elib qochqudek darajada nomus his qiladi. Hatto qiz farzandini tirik ko'mitish niyatiga keladi. Albatta, ba'zilar bunday qilgan edi. Qiz farzandlar mushundaq shafqatsiz muomalaga uchraganlikdan u davr Qur'onda jahiliyat davri deb atalgan. Shundaq deyishki bo'ladiki, insoniyat o'z bolasini tirik ko'mishdek rahimsiz davrlarni boshdan o'tkazgan va bu qilmish insoniyat tarixida o'chmas qora dog'larni qoldirgan. Bolalarning yashash huquqiga hurmat qilmaydigan bu kishilarni Alloh mundaq qo'rqitgan. Tirik ko'mitilgan qizdan sen qaysi gunoh bilan o'ldirilding deb so'ralganda, Takvir surasi 8-9-oyatlar. Cinsi qiz bo'lishdan boshqa jinoyati bo'lmagan, dunyo hayotini ko'rmasdan, to'ymasdan begunoh o'ldirilgan shu bovoqlarning haqqi qiyomat kuni Alloh tarafidan ilib berilib, ularning qotillari qattiq jazolandi. Alloh yaratgan bolalar orasida jinsiy ayrimchilik qilib, ulardan bir jinsga yashash huquqi bermaydigan zolimlar 2 gunoh sodir qilgan bo'ldi. Ya'ni birinchisi ilohiy taqdirni yoqtirmaslik, ikkinchisi bolani xorlab uni o'ldirish. Həmin qadar Allah insaniyyətin bu dəhşətli həvəsinin əməli hərəkətə aylanıb gedişini aldını iliş üçün tövəndəki çəklimlərini qoydu. Balalaringlarni kambag'allikdan qo'rqib o'ldirmanglar. Ularning vəslərinin rizqinglarni biz berimiz. Ularni o'ldirish haqiqatan çox gunohdir. İsra surasi 31-oyat. Bu oyatda Allah balalarni o'ldirishning eng muhim sabablaridan biriga, ya'ni nomrodlikdan qo'rqishga diqqat tortadi. Iqtisodiy omil tufayli insonning o'z farzandini qatl qilishning yana bir muhim sababi bor. U bo'lsa-mu rizqning Alloh tarafidan berilganligiga bo'lgan iymonining ojiz bo'lishi. Tug'ilgan yoki yaratilgan har qanday jonliqning o'z rizqi bilan yaratilganligiga ishonish intayin muhim. Shundaqla hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ota-onalar yoki jamiyat bu rizqni emgak orqali topadi. Shunga buning uchun to'kilgan ter Alloh tarafidan ibodat sifatida qabul qilinadi. Nomrod jamiyatlarga nisbatan nopusning ko'payishi cho'ng masala hisoblanadi. Ammo shuni unutib qolmaslik kerakki, tug'ilgan har bir bola faqat iste'molchi bo'lib qolmasdan, balki yana kelgusidagi jonliq emgak kuchi bo'lib hisoblanadi. Albatta, shuni qabul qilish kerakki, kontrol qilinmagan nopus ko'payishi jamiyatga zo'r qiyinchiliklarni olib keladi. Bu qiyinchiliklarni yengishning tadbiri hargizmi yaratilgan bolalarni o'ldirish bo'lmasdan, balki bola yaratilishini ilgari qo'llanilgan tadbirlarga munosabatlik bilim va tonishni avomga singdirish ham jamiyatda umumlashtirishdir. Undaq bo'lmaydi ekan, yaratilgan bolani o'ldirish jinoyati bugungi insoniyatni jahiliyat davriga qaytaradi.
Bizning davrimiz uchur va texnika davri bo'lg'achqa, tarbiyalab qator qo'shalg'udek sonda farzandlik bo'lg'in prinsipini qabul qilgan ong va odatni umumlashtirish jamiyatga foydali bo'ladi. Balaliq bo'lib ko'chaga chiqarib qo'yib, ularni nachar sharoitning changiliga tashlashning oldini olish uchun kishilarga homildorlikdan saqlanishning tadbir usullarini o'rgatish kerak. Chunki yaratilgan buvaqning hayotiga xotim berish, ilohiy g'azabni chillash deganlik bo'ladi. Ajaba bolalarga yashash huquqi bermagan insoniyat qanday qilib kishilik huquqdan so'z ochalaydi? Begona bolalarning jasadi va qinini dastlab turgan insoniyatning kishilik huquq haqida vaqirishning nim foydasi bor? Qotillar bilan to'lgan dunyo kishilik huquq shuari bilan o'zini aqlay olamdi, poklay olamdi. Allah bergan omonat, ya'ni farzandga xiyonat qilib, ularga yashash huquqi bermagan kishilarning kishilik huquq uchun dod faryod qilish haqqi bormi? Boshqa millat zaminida bolalarni o'ldirishda parvo qilib ketmaydigan xalqlarning kishilik huquq jihatda aybi, gunohi va jinoyati yo'qmi? Balalar hayotiga qo'sh o'lcham qo'llanib harakat qilgan davlatlar qanday qilib qalbidagi qon dog'larini tozalash uchun kuch, fursat va harakat imkoniyatiga erishidi? Mening balalarimla yashasin, boshqalarning balalari bilan nima korim deydiganlarda fazilat bo'lamdi. Ajaba bu xil kishilar insoniyatning oliyjanobligini buzmamdi? Ular bu oliyjanoblikni va fazilatni o'ldirmamdi? Ikkinchi, tarbiyalanish huquqi. Bala tug'ish mahorat emas, balki uni yaramli qilib tarbiyalash ondan mahorat hisoblanadi. Qur'on tug'ilish hodisiga intayin ahmiyat berib qolmay, ya'ni balaning tarbiyalanishiga alohida ko'ngil bo'ladi. Balalarni tarbiyalash Qur'onda va payg'ambarimizning sahih sunnatida nihoyat muhim o'rinda turadi. Balalarni tarbiyalashdagi islomiy, qur'oniy yadroli qimmat qarash tuandikicha. Birinchi, qo'g'dash. Tahrim surasining 6-oyatida Allah balını tərbiyələş jarayonida nimalardan saqlanish kerakligini ko'rsatib o'tgan. Ya'ni, ey mo'minlar, o'zinglarni va bola chaqanglarni yiqilg'usi inson ham tosh bo'lgan o't do'zaxdan saqlanglar. Bu oyatdan tuvandagidek ta'lim tarbiya prinsiplarini chiqarishga bo'ladi. Birinchi, ota-onalar oldi bilan o'zini jamiyatdagi har turli yomonlikdan saqlashi kerak. O'zini qo'g'day olmaydigan odam bolalarini yoki boshqalarni yomonlikdan qo'g'day olmaydi. Dal mushu sababdan Alloh oldi bilan o'zinglarni qo'g'danglar buyrug'ini berdi. Tarbiya ko'rgan kishilar axloq qoidasini oldi bilan o'ziga tatbiqlashi kerak. Bu qoida ya'ni zamoniy ma'rifning prinsipi bo'lib keldi. Ikkinchi, oyatdagi nar ufqmi do'zax deb tarjima qilinib kelingan bo'lib, ammo bu do'zax oxiratdagi do'zaxning emas, bu dunyoning do'zaxini ko'rsatadi. Chunki ba'zida ijtimoiy axloq o'smirlar va bolalar uchun do'zaxga o'xshaydi. Yomonlikning umumlashishi, yamrab ketishi va ko'p xillashishi jamiyatlarni do'zaxga, ya'ni lavildab kuyayotgan o'tga aylantirdi. Agar oyat astoydillik bilan tafakkur qilinsa, bu dunyoning do'zaxidan o'zini saqlab qolmaganlarning oxiratdami do'zaxga kirdiganligi ma'lum bo'ladi. Üçüncü, cemiyet şəxslərini tərəfi tapqan bolğaşqa, şəxslər cəmiyyətdəki dozaqni təşkil qılğan rəzilliklərinin yıqılğısı olub hesablanıdı. Balalar və yaşlar yaşayatqan kollektiv ictimai həyat həm ommaviy psixika ularning iradəsini tartib aldığan olub, ular xuddi daryoga tushib ketgan odamga o'xshash hayot eqini yo'linishida oqidi. Bu sababdan kollektiv yoki jamiyatning qimmat qarashi va turmush odati bolalar uchun azob manbasi dozaqqa aylanishi mumkin. Mana bu nuqtadan aytganda, ota-onalar va o'qituvchilar, balalar ham yoshlarni bu o'tdan qo'g'dishi kerak. 6. Oyatdagi yiqilg'usi tosh iborasidagi maqsad pul bo'lib, oyatdagi tosh hukmi pulni, ya'ni iqtisodiy qimmatni ifodalaydi. Kishilar ko'pincha vaqtda birovni pul bilan ozdirdi. Ega bo'lgan haddi hisobsiz pul ba'zida yoshlarni tasavvur qilg'usiz razillik qaynimiga g'arq qilib o'tganga o'xshash, pulsizlikmi yoshlarni o'ylamagan xatoliklarni sodir qilishga ilib boradi. Şoňa gündelik turmuşda pulu barning gepi oň, pul bilan aşqılı bolmaydigan iş yo'q deganga o'xshash so'zlarning ishlatilishi sababsiz emas. Demak, do'stlar, ya'ni kollektiv hayot va pul yoshlarning hayotini ko'pinchalarda do'zaxga aylantirdi. Bu sababdan Tahrim surasining 6-oyatida balalarni tarbiyalashning bir usuli sifatida Alloh hayotni do'zaxga aylantiradigan jamiyatga razillik o'tidan ularni qo'g'dashga buyurgan. Ikkinchi, bilim tamponligini saqlashga ahamiyat berish. Balalarimizni yaxshi tarbiyalash uchun ularni aql va qalb tashnoligiga shifo to'g'ri bilimga ega qilish to'liq muhim. Aqlni beyitadigan, ammo qalbni qaqas cho'l qiladigan ta'lim tarbiya xizmati tampongsiz binormal kishilarni barliqqa keltirdi. Insonlarning o'sib yetilishidagi tamponlik oziqlanishdagi tamponlik o'xshaydigan bo'lib, bir taraflama oziqlanish badandagi ba'zi mineral moddalarning ko'payishini, ba'zilarining tuvalishini keltirib chiqardi.
Tangpong ozuqlanish bo'lsa, bu salbiylikni tugatishning eng muhim usuli. İnsani tərbiyələyəndə onunğa faqat aqlga xitab qılınğan qimmat qarashni singdirib, qalbning, ya'ni ma'naviy tarafning yetilishiga hassa qo'shadigan qimmat qarashlarga sal qarash tangpongsiz xarakterning shakllanishini keltirib chiqardi. Aqlni bilim bilan qurollantirganda, qalbga mehr, muhabbat, iroda, iymon, hayo, taptartish va taqvodorlik degandek qimmat qarashlarni jazman singdirish ham uzluksiz kuchaytirish kerak. Ma'naviy qimmat qarashlarni o'rganishmi tabiatning qonuniyatini bilishga o'xshashlar muhim bo'lishi kerak. Farzandlarga moddaning fizikalik va ximiyalik xususiyatini o'rgatish bilan bir vaqtda shu xususiyatlarni yaratgan kuchini tunutish normal inson tarbiyalab chiqishda kam bo'lsa bo'lmaydi. Farzandlarga, ya'ni tabiat qonuniyatlarining o'zaro munosabatlarini, insonga ato qilganlarini, shundaqla ularning insonning aqli, qalbi va nafsiy o'ttirsidagi munosabatlarini o'rgatish kerak. Agar tabiat qonuniyatining munosabatini o'rgatib, insonlarning ichki dunyosidagi bog'lanishlar va ijtimoiy turmushdagi munosabatlarni saqlab qolish usullarini o'rgatishga sal qaralsa, u holda bu mingsi taraqqiy qilgan, lekin muomala, adab, axloq jihatda orqada qolgan odamni tarbiyalab chiqqan bo'lamiz. Salmoqlik bilan o'ylab baqsaq shuni bayqaymizki, dunyo bundaq benormal kishilarning dardini tortidi va tortiyotidi. Qalb dunyosini tarbiyalashga sal qaralgan yoshlarda mehr, muhabbat, hurmat, kamtarlik va iroda deb atalgan qimmat qarashlar shakllanmaydi. Natijada Allohni suyish, onalarga bo'lgan muhabbat, qarindoshlik sevgisi, vatanparvarlik va insoniy mehr, muhabbatdan mahrum qolgan bu yoshlar dunyo uchun xavf shakllantirdi. Qalb dunyosi qaqas cho'lga aylanib ketgan kishilarning ma'naviyatining o'l asosi mustahkam bo'lmaydi. Ularning qalb qasrini yantoq va yov o't cho'plar qoplab ketgan bo'lib, bu yantoq tikanlar begunoh insonlarga sanjilib, oqibatda ham o'zini, ham jamiyatni zaharlaydi. Normal kishilarni yetishtirishning usuli ularni ham aql, ham ma'naviy jihatdan bilimga ega qilishda tangpong bo'lishga ahamiyat berish bo'lib, tangpong bilim menga qalb va nafsini beyitidi, kuchlantirdi, taraqqiy qildirdi va ular o'rtasida bir butunlik hosil qiladi. 3. Halol sut, halol rizq. Halal süt ve halal rızık balını yaramlı qilib tarbiyalab chiqishning asosi. 21-asrga qadam qo'ygan bugungi kunda bolalarning ota-onasini o'ldirganligiga shohid bo'lyapmiz. Bolalarning ota-onalarining qotili bo'lishining yana bir aniqlamasi insoniyatning bulg'anishi bo'lib, bu sababli bolalar ota-onasiga qarshi jang e'lon qilish vaziyatini shakllantirdi. Ba'zi bolalar ota-onam tezroq o'lib ketsin, men ularning merosiga ega bo'laman, bagdak yashay degan niyati bo'lyotdi. Ularning ba'zilari bu niyatini baldiroq amalga oshirish uchun hatto o'z ota-onasini o'ldirishga urinyotdi. Undaqda dadasining o'lishini saqlayotgan, ammo ko'pincha vaqtda buningga sabr qila olmay, ularni o'zi o'ldirganlar zodi nimaning qurboniga aylanib qoldi. Ota-onalar bolalarini biqib cho'ng qilish jarayonida halol va harom uqmiga parvo qilmaydi. Chunki qisqa vaqt ichida boy bo'lish yerisi harom uqmini unutildirib qo'ymoqda. Ular harom rizqning kunlarning birida o'ziga etilgan o'q bo'lib qaytib kelganligini nazardan soqit qilyotdi. Zulm qilib yetimlarning mol-mulklarini nahaq yeydiganlar albatta qursqiga o't yeydi. Darvaqa ular lavuldab turgan o'tga kiradi. Nisa surasi 10-oyat. Haram rizq yegan kishi qursqiga o't yeydi. Boshqacha aytganda uning o'ziqi o't bo'ladi. Natijada o'ziqi o't bo'lgan kishining bolasimi o't bo'ladi. Agar tapovat haromdan kelgan bo'lsa, bu insonning xarakterini buzadigan o'tning yalqunjashqa boshlaganligidan derak beradi. Bolalarga haram süt ichkizgan va haram rizq yegizgan kishilar bolalarining yaromliq tarbiyalanib chiqish huquqiga daxl taruz qilgan bo'ladi. Shunga jamiyat a'zolariga haram rizqning avlodlarga qanday ziyonlarni yetkazganligini, oliyjanoblik va fazilatni qanday yo'qotadiganligini o'rgatishning muhimligiga sal qarashga bo'lmaydi. Ma'arifning iqtisodga qo'shilgan eng cho'ng to'kpisi bo'lsa, kishilarga halol rizqning ahamiyatini, shundaqla rizqning jamiyatning gulinishi va xaroblashishiga foyda qilgan bevosita ta'sirini aniq bildirishdan iborat. Harom rizq insonlarning ma'naviyatini, iqtisodini ham ijtimoiy tarafini buzg'unchilik uchirtib qolmay, yana bir tarafdan o'sib yetilayotgan avlodlarning fazilatini yimirib tashlaydi. 4. Duo. Bolalarimizni yaxshi tarbiyalashga barliq kuchimizni sarf qilgandan keyin yana ilohiy yordam tilab duo qilishimiz kerak. Qur'onda bolalarning yaxshi odam bo'lishi uchun duo qilgan payg'ambarlarning misollari berilgan. Odamning ayoli homildor bo'lganda ular Rabbi Allohga: "Agar bizga a'zolari bejirim farzand ato qilsang, biz cho'qim sana shukr qilg'uchilardan bo'lamiz" deb duo qildi. A'rof surasi 189-oyat. Hazreti Adem ve onun ayoli hamildorlikning beshidan boshlabla Allohga duo qilib yaxshi farzand talab qilgan edi. Rostini aytganda ayolim tug'mas bo'lg'achqa men ruhiy qul kishilarni qoldirib ketishdan ansirayman. Menga kuchlik irodik farzand ato qilgin.
Maryam surasi 5-oyat. Zakariya payg'ambarmo kuchli xarakterga ega farzand tarbiyalab chiqish uchun Allohdan yordam so'ragan. Marhamatlik Allohning bandalari, Rabbimiz bizga bizni saodatli qildigan ayollar va farzandlarni baxsh etgin. Shundaqla bizni taqvodorlarning pishvos qilgin, deb duo qiladi. Furqon surasi 74-oyat. Yuqoridagi oyatlarda ko'z nuri farzandlarimizga yaramliq bo'lib tarbiyalanishi uchun duo qilish musulmonning muhim aloyligi sifatida tunishtirilgan. Hazrati Ibrohimmo mushunga o'xshash duo qilgan edi. Aniqki, duosiz tarbiya suvsiz gulga o'xshaydi. Farzandning ta'lim tarbiya masalasida duo kishini hech ish qilmaslikka yetaklasligi kerak, chunki taqozosi ado qilinmagan duoning unumi bo'lmaydi. Kishi kuchi qudrati yetadigan barliq sabablarni qilgandan keyin Allohga duo qilib yordam so'rash kerak. Balalarimiz fitna imtihonga aylanishdan ilgari biz ularni ilohiy omonat sifatida qabul qilishimiz va ularni eng yaxshi shaklda tarbiyalashimiz kerak. Bo'lmasa ulug' Alloh Tag'abun surasining 14-oyatida aytgandek, balalarimiz dushmanimizga aylanib qoldi. Ey mo'minlar, sizlarning ayollinglardan, bolalaringlardan sizlarga dushman bo'lganlarim bor. Ulardan ehtiyot qilinglar. Agar ularni afu qilsanglar, kechirsanglar, mag'firat qilsanglar, Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilguvchi va nihoyat mehribondir. Hamid qodir Alloh Qur'onda ota-onalarga ihson haqida bas qilgan. Rasululloh qizlarga qilingan ihson haqida maxsus to'xtalgan bo'lib, qiz farzandlarga alayda ko'ngil bilgan. Kimiki 3 qiz farzand yoki 3 ochi singil va 2 ochi singil yoki 2 qizni beqib cho'ng qilsa, ularni yaxshi tarbiyalab, ilm ihson qildirsa, ularga yaxshi muomala qilsa, hamda to'yini qilib qo'ysa, u jannatga loyiq bo'ladi. Abu Davud Adab 130, Tirmizi 113. Demak, ota-onalar qizlarga berilgan ta'lim-tarbiya orqali jannatga erishadi. Albatta, u jannat ham bu dunyolik, ham u dunyolik jannatni ko'rsatadi. Diqqat qilganimizda mazkur hadisda ota-onalarning jannatga loyiq bo'lishidagi harakatlantiruvchi kuch omillarining tilga ilinganligini bayqaymiz. Ya'ni beqish, tarbiyalash, ilm tahsil qildirish va uy o'choqlik qilish, demak, muarifning jannatga kirish yo'li ekanligini mazkur hadisda aniq ko'rsatib o'tilgan. Balaning jismoniy jihatdan tarbiyalanish huquqi bo'lganidek, ilm tahsil qilish va to'y qilish huquqimi bo'ladi. Chunki bular jamiyatni va insoniyatni jannatga aylantirdi. O'xshashla balani jismoniy jihatdan o'ldirish qanday gunoh bo'lgan bo'lsa, ilm tahsil qildirmaslikmi og'ir gunoh hisoblanadi. Chunki ularni yaxshi tarbiyalamaslik ularni tirik murdaga aylantirdi. Albatta, mingib yurgan o'lik bilan mozorda yotgan o'likning hech qanday farqi bo'lmaydi. Aziz radio anglovchi do'stlar, bu qitimliq o'qishimiz mushada oyoqlashdi. Kelar qitimliqda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh, Alloh omonat.